Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi sürpriz loyihamiz Sarasut tumani Oqyo'l mahallasini olib boramiz. Bugun bir opamizning tug'ilgan kunlari ekan. Buni opalar nomidan, Staropa nomidan tabriklab qo'yamiz. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling eng qadrdonlar. Bugun opam tug'ilgan kuni. Davrani keng oling eng qadrdonlar. Bugun opam tug'ilgan kuni. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar. Davrani keng oling baxtimizga buning sog'-omon tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum opajon, shukr kuningiz muborak bo'lsin. Doimo oilangiz boshiga, farzandlaringiz boshiga, qaynona qaynotangiz boshiga sog' salomat bo'lib yuring ilohim. 100 yoshlarga kiring ilohim. Tabriknoma bor. Sizni eng mehribon opajoningiz nomidan. Men uchun qimmatli bo'lgan singiljonim, seni tavallud kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo barchamizga mehribon va samimiy bo'l. Dunyodagi eng mehribon singlim, umringiz ziyoda bo'lsin. Farzandlar boshiga sog' salomat bo'lgin. Mana o'zlari mana videomiz bilan gaplashyaplar. O'zlaridan tabriknoma eshitaylik. Gapiring opa. Assalomu alaykum. Saylijon tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat, yoshlar ko'pniki. Yuzlarga qizim, yuzlar bilan yuqaltiriyor. Rahmat. Baxtiga, ota-onangda, xo'janingda, qayninglarda baxtiga sog' bo'lib. Rahmat. Otang yoshda qo'y farzandi bo'lib, shu vaqt rohatini ko'rib yur balajonim. Qo'shlarga qo'shaqar balajonim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Onalarning eng go'zali mani onam. Ko'zga suray ko'zlarini, jonim onam. Onalarning eng go'zali mani onam.